Maktabda tarbiya darsi bor. Tarbiya darsini boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlari o'tasi. Yuqori sinfda tarix yoki huquqshunoslar bu darsni o'tishadi. Qolganlarga ruxsat yo'q. Bir narsaga hayron qolyapman. Ona tili va adabiyot o'qituvchilariga nimagadir bu fanga ruxsat bo'lmayapti. Nima uchun? Adabiyot degani arabcha so'z bo'lib, odob axloqni o'rgatuvchi fan degan ma'noni bildiradi. Lekin tarbiya darsiga ularga ruxsat yo'q ekan. Endi yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ba'zi birovlar so'ragan, mening farzandim tarbiya darsidan o'qituvchilik qilmoqchi, nima qilish kerak degan. Avvalo bu dars maktabda judayam oz. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlari o'tadi. Endi yuqori sinflarda haftasiga 1 soatdan. 1 soatdan bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bu darslarni qoplamaydi. O'qituvchi boshqa joydan ish qidirishiga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun bu darslarni menimcha 2 soat qilgan ma'qul. Birinchi navbatda o'qituvchilarning moddiy holati yaxshilanadi. Ikkinchi navbatda ta'lim-tarbiyani rivojlanishi uchun hissa qo'shadi. Endi 2 soatni qayerdan olamiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, o'zinglar bilasizlar, tarbiyaviy soat bor. Tarbiyaviy soat juda ko'p o'zgardi. Birinchi tarbiyaviy soat edi, keyin sinf soatiga aylandi. Bugungi kunda kelajak soati bo'lib nomi o'zgaryapti. Sinf rahbarlari o'tadi. Nima uchun? Buni tarbiya o'qituvchisiga berish kerak. Chunki ikkalasini ham rejalari deyarli bir-biriga nihoyat darajada o'xshaydi. Asosiy maqsad ham ana shu. Bundan tashqari o'sha aytilayotgan kelajak soati uchun haq to'lanmaydi. Sinf rahbarligining ichida degan gaplarni haligacha olib yurishibdi. Ana shu juda ko'p so'radim. O'sha sinf rahbarligining ichidan olib necha pul, qancha pul to'lanadi deganimga javob bera olishmadi. Bunaqangi gaplarni qo'yinglarda, undan ko'ra shu tarbiya darsiga qo'shib 2 soat qilinglar. Ana o'shanda yaxshi bir natija chiqadi degan umiddaman.